g'ayratiga. Mishat qilishorasami salom deb o'ldilar. Yaqinda yo'qdim. O'lgan eshakni balig'ini yediga beryapti. Gilom bo'lmay o'lar. G'ayratga hormang. O'zing horma. Nima qilyapsiz? Mashina tuzatyapman. Hazlash, men gilam yuvyapsiz-ku. Ha, bilsang nimaga so'rayapsan, ha? Maza qilib qiynalib gilam yuvish shartmi? Tayyor mashinalar bor-ku yuvadigan. Bitta ko'rishmaylik, avval assalomu alaykum. Holda yuvgan xor bo'lmas, mashinaga zor bo'lmas. Mana sani o'yla. Menga jonim achganidan gapiryapman. Mana qilib qiynalib yuvgandan ko'ra, bizga siz bo'lmaydi. Men o'zim Sharxondagi gilam yuvadigan fabrikada ishlayapman. Gulistonda, Qarshida, Namanganda, Andijonda, Farg'onada filiallarimiz bor. Siz bemalol to'yizga ketaverasiz. Uyingizdan biz olib kelib yuvib yana olib borib qo'yamiz. Bilmay qolasiz qachon olib ketib yuvib kelganimizni. Biz gilam yuvamiz, parda yuvamiz, adyon yuvamiz, yumshoq mebel yuvamiz. Gilamda o'zi yuvorganingizdan qarang, sizda zak o'tib ketgan. Mendan zak o'tib ketdi. Qaydan bilding sen mendan zak o'tganini? 10 ta qizingiz bor-ku. Piyodan emasmikin u? Ay, yo'q, qo'ysiz-chi. Shu gilamni senlarda yuvdirsam, umrisi o'g'il oladimi? Ja, o'g'il bo'lishini bilmadim, lekin o'g'il bo'lishi mumkin. Shunisiga ham shukur. Yur ketdi. Ketdik. Men hozir G'ayratdagi qo'shnimiz gilamlarni tashlab kelaman uyga. Assalomu alaykum qo'shni. Yuvib keldim hamma gilamlaringiz. Qani? Hammasini ya? Ha. Hop, barakallah, birdan ha? Tezda ya? Voy malades, voy malades. Qizim, qizalag'im. Voy, o'g'illi bo'ldi. Gilam tayda pul topyapti. Hamma gilamlar masharda yo'q. Men o'g'il ko'rdim. Hey, qara. Men nima dedim? 11-chi o'g'il bo'pti. Ona, oshna issiq ham yomon bo'lyapti. Vaqti yomonsi bo'ladi. Bu o'tirgan bola ko'ryapsanmi? Ona nima? Ha? Borib bit tursang 100 ming naq. Ama qara lekin, javob bor, ket. Qara, aktyorskiga qarab tur. Bahodir, bo'lmasa oshna. Nima gaplar ko'rinmaysan bu ishlari yaxshi. Kecha Sharxonda Mega Mobile'da birga telefon ekandik. Ancha gaplashib qoldik, tuzaymiz. Nima gaplar endi? Siz aka, oshnasimani qana Bahodir? Bahodir emasmisiz? To'g'ri deysiz. Yo'q, aja, uzr ming bor lekin men sizni o'xshatib o'ribman shekilli. Aka, ming bor uzr. Aka, voy joningdan o'q. Yana bitta bor, bit tur 200 naq. Qanaqami? 200 naq. 200 saylab tur. Bahodir, nima gap kelgan? Adasiz jonaga qarab qoladi. Adasham, nega mobilda bitta pasport keldi, telefon olganda billa. Nima gaplar dedi-ku, nima bu? Bahodir emasman men. Qanaqa telefon magazini? Tanimayman Bahodirni. Aka, bo'pti, qizishmaydi, uzr ming bor. Men xotira pasport o'xshatib olgan bo'lishi mumkin. Aka, uzr lekin. Aktyor yomon bo'ldi. Ber, 200. Yana bor, bit tursa 500. Yo'q, endi urush janjal shok, ana xolos bo'lib ketadi. Yo'q. 1 kilo oshi bilan. Oshi ham bor, oshi ham. 1 kilo. Bo'ldi, tayyorlab tur 500 dan. Ketdi. Oshna, yaxshimisan, charchamaysan. Men o'sha Bahodirman, Sharxonda, Mega Mobile do'kondan mana shu telefonni olganda birga turdik. Pasportga oldim, to'g'rimi? Rostdan ashi Bahodirmisan? Ha, men shu Bahodirni tanimayapsanmi? Nima bo'ydan beri o'yin qilyapti, iflos? No. Pasportga oldim, to'g'rimi? Rostdan ashi Bahodirmisan? Ha, men shu Bahodirni tanimayapsanmi? Nima bo'ydan beri o'yin qilyapti, iflos? Borib turishar, hozir boraman men hozir. G'ayrat, bitta rus qiz bilan tanishaman degan. Yomonsan. Shunga bitta SMS yozib. Kaktibiya zavod nima degani? Kaktibiya zavod. Uyingiz oldida zavod bormi deyapti. Ha, bor, yog' zavod bor-ku. Unday bo'lsa, meni zavod, yog' zavod deyapti. Meni zavod, yog' zavod. G'ayrat. Ana rus qiz bor edi. Ilashib qoldi degan. Yomonsan. Shunga sizlarda ob-havo qanaqa deyapti. Bugun bizda tuman nima degani? Bugun bizda tuman. Сегодня у нас район. Сегодня у нас район. G'ayrat, endi tanasada. Hop, endi nima deyapsan? Yorib tashlayman, buzib tashlayman. Nima degani? Nima deyapsan? Yorib tashlayman, buzib tashlayman. Shunaqa bo'ladi. Bo'l. G'ayrat, ana qiz bilan yomon bo'lyapti degan. O'zi yetirib bo'ldingmi? Yedi pishdi. Shunga bugun 8 da tayyor bo'lib turing. Jentrada kelaman, olib ketaman, kafe, bar, maza qilib kinoteatrlar ulas aylanib yuramiz degan nima degani? 8 da kafe. Bitta gap aytaymi senga?
rus qizlari bilan gaplashma, maslahatim. Ular xiyonatkor bo'ladi. O'zimiz o'zbek qizlariga yetmaydi, tushunyapsanmi? Oppochima. Undan ko'ra bilmayman deb qo'yaver. Uy, G'ayrat Ahmedovmi? Assalomu alaykum. Adash, xush kelibsiz bizni. Nega noya telefon do'konimizga? Adash, xudo adashtirmasin. Samsung bormi? Telefon do'koni Samsung baqa bu yerda. Telefon Samsung. Ha, Samsungmi? Samsung ha, mana Samsunglarimiz bor mana. Bor. Oppo. Ha, Oppo'mi? Mana Oppo telefonlarimizdan bor, mana. Ye, mana qarang, iPhone ham bor bizda. Voy! Yomon ekansiz, mana Huawei telefonlarni turib ko'rsaydi. Yomon ekansiz. Vivo. Ha, Vivo kerak demaysiz. Shuni boshdan siz bo'ladi. Yo'q, hamma telefondan bor bizda. Ha. Baba G'ayrat. Bittasini har birini olib tashlab ko'rib qilishdi. O'zi qotib yaxshi o'tdi. Siz o'tiring, tanishtiraman to'liqroq. Shiddatli to'lov bormi? Shiddatli. Yo'q, shiddatli to'lov yo'q, lekin muddatli to'lovni shiddat bilan qilish mumkin. Boshqa mahalla spravka. Tashqarida spravkalar olib kelaman. Yo'q, bizga hech narsa ketmaydi. Bizga faqatgina bitta pasportdan o'zi kifoya. Bo'z bilan Sharxon uchotida bo'lsangiz bo'ldi. Menga Andijon uchoti. Ha? Ketib qolma, hozir kelaman. Qanisan? Ha, bog'i ber. Sharxondan uylandim. Sharxonda uylandingizmi? Biz telefon olaman deb. Bo'ldi, biz sizga telefon beramiz. Meni ham ko'rsa. Bo'pti, qayerdaga kelib turing tez-tez. Nega mobilda qoldimmi baribir, ha? Sharxonliklar, bo'zliklar, bitta pasport bilan kela olasizlar. Qo'yamsan, Sojida bilan sevishib yurgan. Oshna, tabrikla meni, farzandli bo'ldim, suyunchi ber. Tabriklaymiz. Xotining tug'dimi? Sen yana boshladingmi, ha? Yo'q, xotinim tug'madi. Figurasi buzilmasin deb o'zi tug'ib qo'yardim. Alo, ha, Farg'onadaman. Buvayda tumaniga keldim. Ha, mana asal elektr mahsulotlari bor ekan, shuni reklama qilib, keyin boraman. Bo'pti. Ketdik kiraylik ichkariga. Reklamaga keldingmi bu yerga? Yo'q, reklamaga emas. Ichkarida yulduz bor, konsert berar ekan. Lyustraga osilib, konsertni olmay zo'r ekan. Lyustramni sog'inmadingmi degan ekan. Yar ichkariga. Bu chabillarni ko'tarib moshlagacha olib borishib, sifatli qalin zo'r ekan. Nima, uyga svet tushirasan? Naqa kelganda sen? Uyga svet tushirmayman men. O'g'lim ustim bilan chinorga uzun qilib dor qilib tortaman-da, dorni ustim naqlib yuraman. Tushunasizmi? O'shanda 1-2 ming so'm so'rayman deganimda, pullar chiqina videolardan olib kelgan yotadigan bo'lib, xo'pmi? G'ayrat, ha, lyustralar qara chiroyliligini. Vo, birinchi marta to'g'ri gapirdingmi? Oyi. Qaysi biri sotilar ekan? Mol, bu yer Farg'onaning Buvayda tumanidagi elektr mahsulotlari sotiladigan joy. Bu yerda har qanday turdagi lyustralar, elektr kabellari, sifatli lampalar, qo'l elektr narsalar hammasi sotiladi. Tushunyapsanmi? Nimasa? Ha, bo'pti, mono narximi? Yo'q, bu lyustrani tug'ilgan yili. Xolasi paketchali choy qilib ichsam bo'ladi. Indamasa? Dastavkalari ham bormi? Borda. Dastavkaga 3 ta mashina qilingan. Biznikiga ham olib beramiz? Yo'q, seni uyingni bilmaydi bular. Biznikiga olib boradi, sen biznikiga olib ketaversan. Biz tashlab ketmang dada. Bolalarim, so'nggi vasiyatimni eshitinglar. Sharxon tumaniga borasizlar. Nima? Sharxon tashlab ketyapsan bizga? Dada. Eshit, bolam, oxirigacha. Sharxon tumanida Pajarni binosi bor. Ana, dadam bizga Pajarni tashlab ketyapti, ko'rdingmi? Bilgani qo'yasanmi, yo'qmi? Pajarni binosining ro'parasida salomatlik markazi bor. Ana, dadam shuni tashlab ketyapti, bizga ko'ryapsanmi? O'sh salomatlik markazining dorilari juda ham foydali ekan. Ketib kelamiz. Yur. Dada, mana borib dorini olib keldik. Istoki, chistoki mana. Yoshartirar ekan. Yoshartiradi. Voy. Yosharib qoldimi? Yoting dada. Voy, dada, qo'limga aylanib qoldi. Dori top, boshqa dori top. Dada, unday bo'lsa, bu dorini iching. Voy, men qizim. Voy, voy, dadamiz ayamizga aylanib qoldi-yu, qanaqa dori berding, ahmoq? Beauty box, ko'zlari qutisi, yuzlari taranglashtiradi, chiroyli qiladi. Undan ko'ra immunitet dori beramiz mana. Dada, bu doridan iching. Voy, o'zimga keldim, ha? Bo'lmadi bu dorilaring. Hop, pastda dorini bor, qanaqa dori? Dada, bu sizga bo'lmaydi. Nimaga? Uzun bo'lib ketadi. O'sib ketadi dada bunda. Voy, bir orzuyim bor edi. Uzun bo'lsa, o'sib ketsa zo'r bo'ladi deb yurardim. Ot dorini aytamasam. Ha, o'la. Bu, chashni o'stiramidi?